Assalomu alaykum aziz dindoshlar, kirib kelayotgan Baroat kechangiz muborak bo'lsin. Bugungi darsimizda Baroat kechasi qaysi kunga to'g'ri kelishini, Baroat kechasida tutiladigan roza va roza vaqtlari haqida batafsil gaplashamiz. Baroat so'zining ma'nosi nima? Baroat so'zi arab tilida ozod bo'lish, najot topish degan ma'nolarni anglatadi. Bu kechaning Baroat, ya'ni najot topish, ozod bo'lish kechasi deya nomlanishiga asosiy sabab unda Alloh taolaning rahmati sababli behisob insonlar do'zaxdan najot topadilar. Shuning uchun Baroat kechasi deb nomlangan. Xo'p, Baroat kechasi qachon? Baroat kechasi 2026-yilning 2-fevraldan 3-fevralga o'tar kechasiga to'g'ri kelmoqda. Demak, biz 3 kun mobaynida roza tutishimiz kerak. Ular 1-fevral, 2-fevral hamda 3-fevral kunlari. Quyidagi jadvalda 1-fevral uchun og'iz yopish 6:14 gacha belgilangan bo'lsa ham, lekin ehtiyotni inobatga olgan holatda 10-15 minut oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi. Chunki aytib o'tganimdek, Toshkentning o'zida ham har xil joylarda farq qilishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotni inobatga olgan holatda 10-15 minut oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi. Og'iz ochayotganda ham haqiqatan shom namozi bo'ldimi? Agar yoningizda yaqinroq masjid bo'lsa, masjidda azon eshitildimi? Shularni inobatga olgan holatda keyin og'iz ochishingizni ham tavsiya etamiz. Xo'p, aytib o'tganimizdek, ushbu jadvaldagi vaqtlar Toshkent vaqti bo'yicha keltirilgan. Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi quyidagi jadvalda keltirildi. Buni ham shuni inobatga olish kerak. Og'iz ochayotganda ham, og'iz yopayotganda ham e'tibor bering. 10-15 minut oldinroq og'iz yoping. Og'iz ochayotganda ham qarang, haqiqatan shom namozi bo'ldimi, azon aytildimi, shularga e'tibor berib, keyin og'iz ochish tavsiya etiladi. Baroat kechasi roza niyatlari qanday bo'ladi? Saharlik niyat quyidagicha bo'ladi. Sha'bon oyining nafl rozasini subuhdan to kun botguncha tutmoqni niyat qildim. Xolis Alloh uchun, Allohu akbar deyiladi va og'iz yopiladi. Og'iz ochayotganda ham o'zi aslida maxsus duolari yo'q. Ko'nglingizdagi niyatlar bilan ham, masalan, og'iz ochsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa quyidagi duoni o'qisangiz bo'ladi. Ey Allohim, ushbu ro'zamni faqat sening uchun tutdim va senga iymon keltirdim va senga tavakkal qildim va sening bergan rizqing bilan iftor qilaman. Ey gunohlarni afv qiluvchi Alloh, mening avvalgi va keyingi gunohlarimni mag'firat aylagin va yorlaqagin deb niyat qilinadi. Agar sizlarda savollar bo'lsa, bemalol video ostida yozib qoldirishinglar mumkin. Keyin eslatib o'tamiz, videoni ko'proq insonlarga yetib borishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yana bir eslatma, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun uni Telegram orqali biron bir insoningizga jo'natib qo'yishni tavsiya qilamiz. Keyingi darslarimizgacha salomat bo'ling.